Ustoz, Ha, hech ko'rganmisiz? Bitta krasavchik, cho'tki bola, xunuk qiz yaxshi ko'rib qo'yganini. yo'q ko'rmaganman. Ustoz, bitta chiroyli qiz yemagan bolani yaxshi ko'rib qo'yganini ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Mana masalan meni xotinim darsga qilinglar. Biz hali yoshmiz-ku. Sevgi haqida o'ylashga hali 5-6 yil bor. Hazillashmagan. Hazırlayotganim yo'q. Rostdan sevib qoldim. Eshitaman. Menda gapingiz bormidi? Portal direktor. Nechtaqasiz? Tushunmadim. Tinchlikmi? Al. Men -5 taqaman. Darsizga boring. Va alaykum assalom. Onasi ham salom bermaydi. Tavba qildi, bular qachondan beri alohida yuragim olib qolishdi. Tinchlik bo'lsin-da ish qilib. Nechta qasizmish? Insonlar qachon bir-biridan uzoqlashadi bilasanmi? Qachon? Qachonki birini ko'z yoshiga sababchi bo'lsa-yu, lekin hech narsa bo'lmaganday beparvo yuraversa. Qo'y o'ylama. Ketishmi? Bekatga.